O'zbek fuqarolari uchun ajoyib yangilik. Tezkor xushxabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video rolgimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Davlat raqami tushirilgan brelok. Bunaqasi aniq hech kimda yo'q. Buyurtma asosida o'zingiz xohlagan mashina raqamini chiqarib beramiz. Juda sifatli va kamyob. Odamlar ko'rganida og'zi ochiladi. Xullas, mashinasi borlar uchun ajoyib sovg'a bo'lishi aniq. Hujjatlarni saqlash uchun hamyon ham bor. Xohlagan surat va avtoraqamni chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Hoziroq buyurtma bering. Harbiy xizmatchilarga turar joyni ijaraga olganlik uchun to'lanadigan kompensatsiya miqdori oshirildi. Hukumat qarori bilan harbiy xizmatchilarga turar joyni ijaraga olganlik uchun to'lab beriladigan oylik pul kompensatsiyasi miqdori 20% ga oshirildi. Bunda pul kompensatsiya miqdorlariga quyidagicha o'zgartirishlar tartibi kiritilgan. Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 4,8 baravarigacha, Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3,6 baravarigacha, respublikaning boshqa shaharlari, tumanlari, markazlari va aholi punktlarida bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha. Shuningdek, 2025-yil 1-iyuldan qonunchilik hujjatlariga muvofiq tasdiqlanadigan ipoteka kreditlarini ajratish ko'rsatkichlari asosida uy-joy bilan ta'minlanadigan kalendar hisobida 10 yildan ortiq harbiy xizmatni o'tagan harbiy xizmatchilarga turar joy sotib olish uchun ipoteka krediti olinishida ajratiladigan dastlabki badal miqdori uy-joyning hisoblangan qiymati 35%, avval 25% edi miqdorda belgilanadi. Halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari va nogironligi bo'lgan harbiy xizmatchilarni birinchi navbatda turar joy bilan ta'minlash, agar ular uzoq muddatli imtiyozli ipoteka krediti asosida turar joy bilan ta'minlangan bo'lsa, qaytarilmagan kredit miqdori va kredit bo'yicha hisoblangan foizlar davlat budjeti hisobidan to'liq qoplab beriladi deyilgan tarqalgan xabarlarda. Shuningdek, hukumat qarori bilan harbiy xizmatchilarga turar joyni ijaraga olganlik uchun to'lab beriladigan kompensatsiya puli 20% ga oshirilganligini yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Hurmatli tomoshabin, video rolgimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.